O'ylaysizki, tibbiyotda lazer qurilmalari faqat go'zallik uchun kerakmi? Adashasiz. Quyidagi kasalliklarni davolashda lazer qurilmalari juda ham alternativ variant hisoblanadi. Teridagi xavfli hamda xavfsiz o'smalar, hollar, so'yillar, kandilomalar, papilomalarni olishda CO2 lazeri juda ham samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, husnbuzarlardan keyingi qolgan chandiqlar hamda dog'larni yo'qotishda CO2 lazer bilan birgalikda Gollivud Spectra lazerdan foydalanish juda ham samarali natija beradi. Teridagi oshiqcha tuklardan xalos bo'lish maqsadida Aleksandrit lazerdan foydalanish mumkin. Va teridagi tatuirovkalarni o'chirish maqsadida klinikamizda Gollivud Spectra lazerdan foydalanmoqdamiz. Bunga qo'shimcha quyidagi kasalliklar: o'choqli soch to'kilishi yoki diffuz soch to'kilishi, yuzdagi dog'lar, kuyishdan qolgan chandiqlar, yuzda kengayib ketgan poralar, yuzda kengaygan qon tomirlarini, varikoz qon tomirlarini hamda turli xil operativ usullarda lazerlardan keng foydalanib kelinmoqda. 2024-yilning yakunida bizning klinikamiz eng top zamonaviy lazerlar bilan jihozlangan klinika nominatsiyasi g'olibi hisoblanadi. Agar sizda lazerlar bilan davolash kerak bo'lgan teri muammolari bo'lsa, bizning klinikamizga tashrif buyuring.